Hammaga salom bolalar. Bugungi video ikkita mashina haqida bo'ladi. Yaqinda bu video davomida ko'rasizlar. Men auksiondan ikkita mashina oldim. Bittasi sportivniy, bittasi van. Mana bu orqamda turibdi. Uni qanday olganlarimni keyin ko'rsatib o'taman. Buni auksiondan oldim bolalar. Qanday borib olganim, narxlari qanday, qanchaga tushdi, o'sha videoda bundan keyingi epizodda aytib beraman. Bolalar, planim bu ikkita mashinani mana buni qilib chiqmoqchiman. Buni men juda arzonga oldim. Mana bu mashinani ko'ramiz, yo sotamiz yoki agar yodlaringda bo'lsa, tachku na prakachku degan bir shunaqa shou bo'lardi. Mashinani olib har xil tuninglar qilib keyin sotardi odamlarning mashinasini. Ko'ramiz qanday qilishimizni. Agarda bu videoda masalan deylik kimda kim yangi biznes, hozir juda ko'p Filadelfiya, Nyu-Yorkda odamlarimiz o'sha avtobody shop, mexanika, har xil ustaxonalar ochilgan mashinalar bo'yicha kimga qiziq bo'lsa bolalar, men o'sha kompaniyalarni o'sha yangi ochayotganmi yo farqi yo'q. Hozir ishlayaptimi? Reklama qilishim mumkin. Faqat qanday условия bo'yicha. Har bitta masalan mashinaga bizga kuzovshik kerak, deylik, xadavoy yoki ustida ishlaydigan, kraskalaydigan, keyin chixolchilar bo'lsa, menga muloqotga chiqsin. Masalan, kim Filadelfiya, Nyu-Yorkda, men mashinani ularga olib boraman. Deylik, o'sha ustaxonasiga agar xohlasa qildiramiz. O'sha narxinimi yo reklama bilanmi kelishamiz, qanday qilish bo'yicha bu nimalarni, o'sha ustaxonalarning reklamasini. Planim ikkita shu mashinani men qilib chiqish. Bu mashinalarni prosta bir nima deydi, bir qiziq ideya. Odamlar juda ko'p mashinalarga qiziqadi. Men ham o'zim ham mashinalarga juda qiziqaman. Buni olganligim sababi ham shu nima deydi, bir yangi ish boshlamoqchiman. Agar yurib ketsa bu ish ham. Hozir dealer laysensini olmoqchiman. Yaqinda xudo xolasa dealer laysensini olaman Pensilvaniyadan. Ko'ramiz, mashina bilan ham shug'ullanmoqchiman. Raz o'zimda bizlar karxoler bilan shug'ullanamiz. Juda ko'p o'rtoqlarim menga aytadi, aka, karxoleringiz bor, o'sha auksiondan mashina olib sotsangiz sizga arzonroqga tushadi-ku, o'sha transportirovkasi sizga bepul tushadi-ku deb ko'p yillar davomida aytib kelishadi buni menga bolalar. Lekin qilmaganman. Shuni qilmoqchiman. Kimda kim o'sha ustaxonalar yo chixolchilar farqi yo'q. Qanaqa mashinaga servis ko'rsatadigan ustaxonalar bo'lsa, shu videomni pastiga, kommentiga o'sha telefon raqamini qoldirsa, telefon qilaman, chiqamiz, qaysi ishini bo'yniga oladi. Keyin o'sha videolar davomida o'sha ustaxonani men qandaydir reklamasini olib boraman. O'sha o'zimni video nimamda YouTube kanalimga joylashib boraman, plus Instagram kanalimga. Kimda kim qiziq bo'lsa. Shunaqa bolalar. Hozir videoni ko'ringlar, qanday ortganman, qayerdan olganman, polni o'sha videoni obzori keyin ko'rasizlar. Ketdik. Hammaga salom bolalar. Bugun bir yangi ishga qo'l urmoqchiman. Anchadan beri bolalar menga aytishadi, aka, nimaga shu ishni qilmaysiz? Mashina olib sotmaysiz auksiondan deydi. Короче, ikkita mashina sotib oldim, to'g'risini aytsam. Bilmayman, yaxshi oldimmi, yomon oldimmi, bilmayman. Hozir sizlarga ko'rsataman qaysi mashinani olganimni. Bitta sportivniy mashina, sal urilgan oldi. Menimcha mana bu bo'lsa kerak. Yana bittasi mana shu bo'lsa kerak. Hozir bir tekshiramiz. Diskalarni qarang. Menimcha shu. Nomerini tekshiramiz. Shu 54 mana bu mashinacha S-Class Run and Drive degan. Bilmayman, hozir qilib ko'ramiz. Ikkinchisi
8747. Mana shu bolalar. Olib kelib qo'yibdi. Mana bu mashina, bu passajir van. Kimda kim qiziqsa 80 mingta yurtga men uni sotaman sразу. 7 mingga berib yuboramiz. Undan arzon bo'lmaydi. Va orqasi urilgan, uni remont qilsa bo'ladi. Problem emas. Mana uni yo remont qilib narxini o'zgartiramiz yoki shu holda sotamiz. Mana ikkita mashina olganman. Mana oldi urilgan, bu ham yuradi degan. Hozir ko'ramiz. Yuradimi, yo'qmi, zarar bo'ladimi? Kelib ko'chaga qo'yibdi. Okey. Mashina ichi. Orqasi askilari ham bor. Bolalar, mana mashina bilan ikkalasini oldik, zarit bo'ldi. Buni kapotini ochilmayapti. Buni kapotini ochish kerak, lekin ort dedim, chunki vaqt yo'q, hozir yopiladi. Shuning uchun hozir bu yerga ortamiz. Uni mana bu yerga ortamiz. Ketamiz, zavodiyonni hozir. Ketdik. Shuncha chotdik. Ramalari shikast yetmagan. Menimcha u dir. Mana alenni urgan. Hidi kelib yotibdi. Alen o'lik, alenni hidi. Sal. Koyamiz. Remont uramiz, ketamiz. Zadit bo'ladi, lekin mana bu kapotini ocha olmadim. Hozir vaqt yo'q, shunga shu yerga ortdim. Bunisi zadit bo'ldi. Mana mashinamizni o'z yardga olib keldik. Juma olib kelgandim. Shu bilan shanba bolalar bilan nimaga borgandim? Kanikuliga parkka borgandim. Boshini ocha olmadim. Biz ko'ramiz, bu zat bo'lish kerak degandi. Bu zat bo'ladimi yo'qmi, biz ko'ramiz buni ham. Bu zat bo'ldi. Chotki ishlayapti. Buni ham obzor qilaman sizlarga. Ichini mashina juda toza. Qarasalaring. Raymond Branson Church. Bu Churchning mashinasi bo'lgan. Nimada ishlagan, Churchda. Ichi vashshi dahshat toza. Ana bu bilmayman. Buni ocha olmadim kapotini. Hozir harakat qilamiz endi buni ochishga, izoh qilishga. Ketdik. Hammalar bittada zat bo'ldi, jumper bilan. Hozir sizlarga motordan boshlab ko'rsataman. Motorning ishlashini qarang. Lishni zvuk yo'q, hech nimasi yo'q. Chotki ishlayapti motorcha. Endi hozir ichini ko'rsataman. Qaranglar. Boshdan boshlaymiz. Tozaligini qaranglar. Eshikni ko'ryapsizlarmi? 2008-yil bunaqa toza mashinani ko'rmaganman. Sedanless. Bu Churchda ishlatgan mashina, juda kam haydagan bu mashinani. Tozalaymiz yana. Patologlari. Orqa qismini ko'rsataman bu yerda. Bu yerda o'rtoqlar bilan sedanlarni olib tashab, televizor qo'yib, orqasida bemalol kinoteatr qilsa bo'ladi bu yerda. Bu yerda divan qo'yasiz, ikkitalik. Yani televizor qo'ysangiz bo'ladi. Mana tuzilishini qaranglar. Mashinaning ishlashi dahshat. Orqa qismi ham juda toza. Bellar ham juda top-toza. Balonlari, hattoki balonlari hali ancha tirik. Balonlar hali
ancha yangi qo'ygan balonlarni hammasini ko'rdim. Bir xil balonlar. Moshincha polni na ходу. Просто mana bu orqasi urilgan. Mana bu yeri urilgan. Buni Nyu-Yorkka olib borib tanish bor. O'sha yerda buni tuzatsa bo'ladi. Mana shu orqasini. Zanglagan. Uni ham tuzatsa bo'ladi. Mana bu fara singan, uni zakaz qildim. Mana bu bamper bu ham zanglagan. Buni hali tozalaymiz, men ko'rsataman sizlarga bo'llar. Uni ham yangisini zakaz qildim. $100 mi? Shu turar ekan, $100 bamper. Mana buni qilsa bo'ladi. Saligini. Yana zanglagan. Yana bir ravolar qilamiz. Moshincha nahadu o'zida haydab ham ko'rsatishim mumkin. Balonlari o'sha yangi. Biz yopamiz. Kapotini. Takansa yopmay, yana ochishim kerak. Bu akkumulyatori eski ekan. 23-yildan beri almashtirmagan. Prosta mashinani bilmayman nimaga salvage qilgan bular. Amerikada mashina sal urilsa ham taytili salvage bo'ladi. Salvage endi buni qayta tiklash kerak. Bunga sal vaqt kerak, inspection oladi. No qilamiz. Agar kim klient birdan chiqsa 7000 ga sotib yuboraman buni. 7000 ga. Bo'lmasa o'zimga bu mashina o'zimga nima qiladi? Qoladi. Bu juda yaxshi mashina, uni olib ham malol haydab ko'rsatishim mumkin. Ko'rasizlar. Radios kerak emas bizga. Hoppa. Zadniga olamiz. Orqa kamera mamcha qo'yish kerak bunga. Moshincha zakonni na ходу. Bu rement. Shu rementni taqaylik. 1 minut. Chunki ana tormozmi? Tormozni ham release qilish. Tormozini ishlash kerak saligini. No, moshincha polni na ходу. Ve malol haydab yursangiz bo'ladi. Balonlar bamperni ayirib tashladim. Pichoq bilan kesib chunki bu bamper уже dabdalasi chiqqan. O yangi bamper arzon. Короче, круговой $320 ga. Mana frame chotki turibdi. Mana bu frame hech nima qilgani yo'q. Mana bu bilet bir nimani urganda o'lgan. Shu yerda tozalaymiz, problem emas. Hozir mana bu yerda. What's your name? Can I put on YouTube? Yeah. Kenny. Yordam berdi. So you do all the body jobs, everything, right? So Kenny is mechanic too. Which one? Ha bunlar şu bir balon qilib ochdik. Keyin ochdi. Mana buni. Ready? Yes, inside. Hozir soat qilamiz. Qani? Atorchamiz mana bunisi ketgan ekan, oldingisi.
Oh. Hold on. Try now. No? What? I have a stronger jumper too. No, right? Yeah, okay. Olar hozir jumperim bilan harakat qildim. Zadid bo'lmadi. Qildik chiqib zadid bo'lmadi. Hozir mana bu jumperimni olib kelyapman. Misoli bahodirroq. Mana bu Apple bu 10 minglikmi shunaqa. Mana bu boost knopkasi bor, ko'ryapsizlarmi? Boost. Buni bossangiz yana kuch beradi. Hozir qo'ydik, chota zadid qilmadi. Endi ikkinchi seriyasi akkumulyatori ham dabdalasi chiqqan ekan. Buni bir uyga olib borib tozalab yuvish kerak. Buni qarang, kirligini. Kir bo'lib yotibdi hamma joyi. Qani, bismillah deb boshlaymiz. Qani bunisi zadid qiladi. Ketdik. Mana buni boshladik, mana boostini bosamiz, qaranglar. Boost ketdi. Hadi. Vay bilan. Boshla. Qaranglar. Охренеть. Ko'ryapsizlarmi? O'zi bor. Qanday kuch bor edi. Boost o'ldi. Qaytadan boostni qo'yish kerak. Aman, kirish neudobno. Qani, bismillah. Benzini qolmaganmi nima? Benzin yo'q. Umuman benzin yo'q. Benzin usta turibdi. Okey. O'z ko'ramiz. Benzin yo'q. Охренеть. Mana bolalar, benzin olib kelib soldim. Qarang, bu zadid bo'ladimi bu? Run and drive degan hayot qo'nishlari va tashvishlari zad bo'lmayapti. Kim biladi, nima deb o'ylaysizlar? Tushdimmi? Попался-da dedi-yu. Ha, ko'ramiz. Qimmatmas. Okey. Padushkasi ham chiqganmi? Ko'zi ko'rmayapti. Hozir harakat qilamiz yana endi. Ketdik. Qani? Mana bolalar, videoni shu yerda tugatamiz. Ikkinchi seriyasini kutinglar. Mashina zad bo'ldimi, yo'qmi? Ikkinchi seriyasida ko'rasizlar. Ancha videolar oldim. O'sha venni hozir qanday qilib o'zim qilyapman. O'sha syomkasini kecha qildim. Ikkinchi seriyasida ko'rasizlar. Kommentda kimlar qiziqsa, o'sha boshda aytganimdek, ana u ustaxonalar qiziqqanlar kommentda yo bilganlar mani nomerimga chiqishsin, yo kommentda telefon raqamini qo'yishsa, men albatta telefon qilaman.
ko'ramiz qani proyektimiz qanday. Endi birinchi boshlashim bu ham bir yangi nima deydi, yangi qadam qo'ymoqchiman boshqa bir biznesga. Xudo xolasa Pensilvaniyada men o'sha dilerga laysensini olmoqchiman. Ko'pincha bilasizlar, men ko'pincha aytsam qilaman. Shunaqa xarakterim bor. Shu oxirigacha borishga harakat qilaman. Xudo xolasa diler litsenziyasini olamiz. Bu yangi proyektchani YouTube'da ko'rsatib boraman. Video yoqgan bo'lsa like, kommentda yozinglar. İkinci seriyasi 2-3 kunda chiqaraman. Tayyor, prosta qiziqarli bo'lish uchun shunaqa qildim. Mayli, amalingizga sog'lik, salomatlik, pozitiv bo'lamiz. Bosamiz gazni. Ketdik.